Assalomu alaykum, Master Shuhrat kanali kuzatuvchilari, hurmatli obunachilarimiz. Mana navbatdagi darvozamizni sizlarga obzorini chiroyli qilib, qisqa va lo'nda qilib tushuntirishga harakat qilamiz. Bu darvozamizni 1 kvadrat metri 1.200.000 so'mdan butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalari ichida bo'ladi. Bu darvozamizni listlariga keladigan bo'lsak, listlarimiz 2lik listdan bo'ladi. Profillarimiz 6x4, 1.7lik stenada bo'ladi. Bu darvozamizning rangi mokriy asfalt kraskadan sachilgan. Nejvinkalarimiz mana nejvinkalarni qora nejvinkadan yopishtirganmiz. Nejvinkalarni ham yaxshi sifatlisini chiroyli qilib mana kestirib o'rnashtirganmiz mana. Chaklariga ahamiyat berasizlar. Bu darvozamizni eni 4 metrga, balandligi 330 razmerda tayyor bo'lgan. Tepa qismlariga keladigan bo'lsak, tepalariga mana 30 sm joyiga chiroyli qilib archiguldan chiqarilgan. Shunday chiroyli qilib mana ko'rishlaringiz mumkin. Hurmatli aka-ukalar, mana bu tomonda mana addini eshikchasi bor. O'ng tomonda mana eshigimiz razmeri 85 sm bo'ldi. Bu tomon mana stoykalarini ham sizlarga bir ko'rsatib o'tamiz. Stoykalari qalinligi mana stoykamizni shu 10 ga 10 stoykadan bo'lgan, 2lik qalinlikda bo'lgan. Tepalarini ham ko'rsatib o'tay. 1 metrcha joy tepada addini turadi. 2,5 metr ochiladi. Stoykalarimiz 10 ga 10 o'ta qalin materialdan qilingan. Mana taglari mana shivillerdan bo'ladi, 3lik. Shiviller ham 12 ga 8. Hurmatli obunachilar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, kvadratini o'shatgan 1.200.000 so'mdan butun O'zbekiston bo'ylab tayyorlab beramiz. Ishlarimiz sifatiga, kraskalarni garantiya beramiz. Turishiga masalan 1 yilda mana shu 3 yilgacha garantiya kraskasiga. Undan ag'iga ham xudo xohlasa, undan ag'iga ham turadi. Ko'pchilik 1 oyda, 2 oyda tashlab yuboryapti degan aka-ukalarimiz chiqib qolyapti. Kommentariyalar yozyapti. Nimaga 1 oyda kraskalarini qo'yib yuboryapti, postlab tushib ketyapti deganlarga 2 yildan 3 yilgacha kafolat beramiz ko'chmasligiga. Kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, pastga ekranga, pastiga nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani, Samandarak qishlog'i. Darvoza tanlashda adashmanglar.